Assalomu alaykum. Chilonzordan xonadon so'raganlarga bitta uyimizga chiqdi. 2 xona, 3 xona qilingan avtorskiy proyektdagi yangi xonadonimiz sotuvga chiqdi. Uyimizning joyini tanishtirib o'tib ketaman. Chilonzor 8-kvartal, Malika gastitsani orqasi. Shundoq Chilonzor ro'dining ro'parasida joylashgan. Joylari ham misol uchun Chilonzorni bilgan odamlar ham bu yoqni yaxshi biladi. Arendatorlar ham juda yaxshi. 2 xonalikda o'zingiz yashashga, misol uchun arendator qo'yib qo'yishga ham o'zingiz bo'ladi. Arendator shundoq $700 turadigan kvartira bo'lib turibdi. Ko'rib turibsizlar, atrof muhitini, stoyanka, hamma narsaligi bor. Plashatka, o'yingohlar, maktab, bog'cha, hamma narsa qulay. Bu yoq tarafdan shundoq ko'chaga chiqqan, bu yoqqa yurgani Farxatskiy ham qulay, Afruz restorani ham yaqin. Bu yoqqa Mirzo Ulug'bek, Novza metro, hamma metrolar ham qulay joylashgan, lokatsiyasi yaxshi joyda joylashgan. Uyimizda ko'rib turibsizlar, 4 etажli domni 2-qavatida joylashgan. Yaxshi xonadon. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, kvadratlari bilan narxlarini, uyda obzorini bitta qilib ko'rsatib berib o'tib ketaman. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kiroshimiz shunaqa koridor, mana bunaqa chiroyli oynalari, lyustralar ilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, oyoqqa ham qo'yadigan mana bunaqa chiroyli kartinkalar ham ilib qo'yishibdi. Bu yoq sanuzulimizni ko'rsak, bu yoq dushovый kabinka qilib qo'ygan. Bu yoqda kir mashinaning ustiga chiroyli qilib rakvinalarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda hojatxonani ko'rish mumkin. Kafellar berib chiroyli qilib qo'yilgan. Xonalarga kiramiz. Bu yoq zalda ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib mягкий mebellar qilib, mamlatlar chiroyli qilib soatlarni dekorativniy qilib qo'yishgan. Kartinkalar, neobычный kartinkalar qilib. Ko'rsizlar, televizorning orqalari ham chiroyli qilib fon berib, qanaqadir dizayn yaratilgan. Gullar qo'yilib, mana bitta ovqatlanadigan joylar qilib qo'yishgan. Uyga juda ham yaxshi mehr ham pul qilgan. Ko'rib turibsizlar, remonti ham juda chiroyli. Bu yoqqa oshxonani tiqib qo'yishgan. Oshxona ham ixcham, chiroyli, hamma narsaligi joyiga joylashtirilgan, ko'rib turibsizlar. Juda qulay qilib. Bu yoq detskiy ham ko'rsataman. Spalnisi, dars beradigan joyi, shkaf. Yaxshigina, misol uchun bu yoqqa ham kartinkalar qo'yilgan. Remontlari avtorskiy aytganimdek juda qulay, juda zo'r. Lokatsiyalari ham yaxshi bu yoq. Spalni ko'rib turibsizlar. Zamonaviy dizayndagi spalnilar qo'yilgan. Juda chiroyli qilib, juda необычный qilib qilingan, zamonaviy, oxirgi stildagi. Ko'rib turibsizlar, shkaflarni ham shishali qilib, bu yoqda tremonlari ham, televizorlarni ham juda chiroyli joylashtirilgan, lyustralar ham yaxshisidan tanlangan. Bu uyimizda mana shu holatiga 50 kvadrat ichki mech hisoblanadi. 2-etajda joylashgan. Bu uyimizni ipotekaga ham qilib beramiz. Agar boshlang'ich to'lovlaring to'g'ri kelsa, ipotekaga ham beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $79.500 deb belgiladik. Ma'qul kelgan odamlar pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bunaqangi yevro remont uylar, ipotekaga beriladigan uylar yo arzon uylar kanalimda, Telegram kanalimda qo'yib boraman. Kuniga bemalol Telegram kanalimga ulov olsanglar bo'ladi. Telegram kanalim shuni YouTube'da shapkasida turibdi. Toshkent uy joyi deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.